Bugün sizlerge ötmekçi boğan dersimiz şu yetlik daskanalarının yarışqı konus şekillik tuç, konus şekillik qiyıqçı dep asaqın bulduk hanımlar. Bunun kerekli materyallar 250 gram un, 6 tane tuxum, 1 tamak qo'shqi, yani 20 gram etrafida sumay, 1 tamak qo'shqi çoğunroq, 1 tamak qo'shqi sumay. Ondan keyin 1 chimdim tuz, 2,5 gram etrafida soda. Şu tuz, soda degan narsalarning hammasini şu unimizga aralashtiramiz hanımlar. Bunun su ketmaydi. Ondan keyin 6 tane tuxumimizni chiqib, chang'ara ximiya yug'asak bo'ldi. Hanım kızlar, unimizga tuz, soda, sumay, 6 tane tuxumni chiqib oldim. Shuni aralashtirib, shuniki o'zimiz 6 tane tuxumni yeyishi qadar ximiya yug'asak bo'ldi. Chang bo'shligini ilk o'stiman. Hanım kızlar, mana ximirimizning chang bo'shliqi ham ishtaraqa bek chang emas, bek bo'sh emas. Lag'manning ximirining changliqida ximir bo'ldi ekan hanımlar. Tuxum tanlagan vaqtimizda bek cho'ng tuxum tanlamaylar. Normalroq tuxum tanlasak dalli keladi. Endi bu ximirimizni bir 5-10 minut tindirib, 4 danadan 6 danagachilik zo'li qilib olsak bo'ldi. Zo'li qilib nippiz ochimiz. Hanım kızlar, ximirimizni 4 dana zo'liga ayirib oldim. Buni bir 5 minut tindirib, har bir parchasini nippiz ochiman. Ash uyg'urning ximirdek shaklda yeyib olamiz. Hanım kızlar, mana bayıqi ximirimizni 4 parchaga ayirib olgan ximirimizni mishta nippizlikda yoyimiz. Nippizlikda yeyib bo'lgandan keyin mana o'xshash qilib, uchi mana o'xshash qirliq tishliq bo'lsin bo'ladi, yumaloq bo'lsinmi bo'laverdi hanımlar. Mana mishta qiplar, buni mana o'xshash kesib olamiz. Kesib olgandan keyin mana o'xshash turboshkining qilipi. Birinchi qarada sizlarga turboshkini o'rgatgan vaqtda shu xil qilibga yo'gashni o'rgatgan hanımlar. Mana meni bekrak chimdib sal jumultib buni mana ikkisini kesishgan joyini yana bekrak chimdaytimiz. Ashta qilmasak moyga kirgandan keyin bu ajrab ketadi hanımlar. Mana buni bu shaklda ekilib oldik. Endi mush ekilib olganlarimizning hammasini ikkini birlashtirib, mishta qilib tutib turib, mayda qozonda may qizg'ashtirdi. Mishta siliplan pishirib olamiz. Mayga kirgandan keyin bu sal ko'pishgandan keyin ham o'zligidan ajraydi juma. Mana hanımlar qilibdan o'zi ajrab chiqqandan keyin mana shunday holatda pishib chiqadi bu. Naytim sus o't pishiramiz juma. Sus o't pishirsa qizarib ketsa, buningki ko'rkamlikka ta'sir etadi hanımlar mana. Xuddi laba shaklli ekan, nilutar gildek, mishta shaklda pishib chiqadi. Bir qo'lan bo'g'ashqa men qilibni yaqqisaga vaqtni olamadim. Ashboy men degandek usul qilsanglar bo'ldi. Yoki bo'lmasa qilibni bevosita yaqqisa ilishdan qo'rqsanglar, qo'lan ko'yib ketamtiki deb. Qilibning og'zidan masalanga bunday cho'kida qisib turibchi, yaqib turib pishirib olsanglar bo'ldi juma. Hozir pishib bo'ldi. Mana hanım kızlar, maydan pişib chiqoldi shu. Mana mishta laba shaklli shunda chiroyli gul chiqadi buningga. Buni hammasini pishirib ilib olgandan keyin buningga endi qiyam tashlaymiz. Qiyamni tashlagan vaqtda 200 gram shakarga 200 gram hasalni aralashtirib o'tga qo'yib eritib olib 1 minut qaynatiblam. Shuning har birisini bir qitimdan ash qiyamga chilab olamiz juma. Mana hanım kızlar, 200 gram hasal bilan 200 gram shakarni eritib o'choqqa qo'yib, mana mishta qaynagandan keyin buni bek uzun qaynatmaymiz, 1-2 minut qaynatsa bo'ldi juma. Mishta bir sharbat bo'ladi. Buningga boyi pishirib olgan shu konus shaklli tushrimizning hammasini birdan silib, mush qiyamga silib, qiyamni saqitib etgandan keyin andan keyin taqsik qilib chiqsak bo'ldi. Qiyamni bir chilib etib olamiz. Hanım kızlar, mana bu konus shakllik bu tuchimizni, ya'ni har bir danasini qarsanglar paqirab turdi. Boy qaynatgan qiyamga bir taldan chilab olamiz. Uzun chilab turmaymiz, bo'lmasa yumshab ketadi. Chilablam teshini bir qura chilib etgandan keyin ilib, mush taqsimizning ostiga bir qurmish cho'galtib tizib chiqamiz. Andan keyin bir qur to'shib bo'lgandan keyin yana bir taldan mushning tepsiga misol tishiltib turib, har ikki talning orasiga bir talni tishiltib turib, mushta tizib chiqsak bo'ladi, toki tugigichilikka. Undan keyin buni endi agar xohlasanglar har birisining oraligiga har xil murabbalaringlarni shu qaymoq siqadigan ushli xaltimizga ilib siqib qo'ysak bo'ldi. Yoki mushi bo'yicha iste'mol qilsakmi bo'laverdi. Men endi qaymoq shu murabbani siqib bo'lgan holatini ko'rsatay. Mana hanım kızlar, murabbani siqqandan keyingi holati shu. Agar yoqtirsanglar shu holati bo'yicha qilsanglar bo'ldi. Yoqtirmasanglar boyamqi shu murabba siqmagan holati bo'yicha qo'yib qo'ysanglarmi uzoq vaqt turg'izib bo'ldi juma hanımlar. Bugungi darsimiz tamom, Allohga omonat.